Haqiqiy nomi ganglion kistasi deb ataladi. Pay va boylamlarni zaiflashuvi, o'sha sohaga og'ir yuk tushishi, harakatni qisman cheklanishi, ba'zi holatda og'riqlar kuchayishi kuzatiladi. Gigroma kasalligi haqiqiy nomi ganglion kistasi deb ataladi. Bu kasallik asosan bilak kaft bo'g'imlari va boshqa oyoq panja bo'g'imlari sohasida pay va boylamlarni zaiflashuvi, o'sha sohaga og'ir yuk tushishi va mayda jarohatlar sababli kelib chiqadigan jarayon hisoblanadi. Ko'pincha gigroma kasalligini belgilari o'sha sohada shish paydo bo'lib qolishi, bukkanda shish katta bo'lib ko'rinib qolishi va harakatni qisman cheklanishi, ba'zi holatda og'riqlar kuchayishi kuzatiladi. Bu shish o'lchami kattalashib, kichrayib turishi ham mumkin. Bu holatda davolar qilinadigan davolari ukol qilib kortikosteroidlar yuborish mumkin. Bu to'liq foyda bermaydi yoki shpris bilan punksiya qilib olib tashlash, bu ham 50% davo hisoblanadi. Ko'pincha buni to'g'ri davosi operativ davo hisoblanadi. Ya'ni shu sohadan teri kesimi hosil qilinib, travmatolog ortopedga uchrashgan holatda u tomonidan qilinadigan jarayon hisoblanadi. Buni ochgan holatda o'sha gigromani to'liq bartaraf qilinadi va operatsiyadan keyin aseptik bog'lam qo'yilib, ustidan elastikniy bint bog'lam qo'yiladi. O'sha sohaga 20 kun, 1 oy davomida harakatlarni cheklash ta'minlanadi. Immobilizatsiya holatda to'liq bitib ketguncha. Bu holat qayta yana gigroma paydo bo'lishini oldini oladi. Sizda ham shunaqa muammo kuzatilayotgan bo'lsa, quyidagi telefonlar orqali murojaat qiling.